Mana qaytadan yoqildi. Mana hech yoqqa qo'zg'agan yo'q. Setkani olib keling bittasini. Tezroq olib keling. Lupoyni shuna ko'tarib keling. Shu oldakini ko'tarib kelaring. Ko'tarilasizmi, Aziz? O'rtaga olib kelmay bergan. Nima olib kelmay bergan? Sement ustiga qo'ysangiz bo'ladi. Sement ustiga qo'ying. Tashkil qo'yamiz. Endi mana buni siyirib tashlang, qarang yana tushdi. Siyirib tashlangda enov bilan lopatka bilan qozganda qozib olib borib tashlayvering. Yo'q, undaqa yotmang. Siz shuni oling, ana shunaqa, ha, olib boring, shuni olib borib tashlang ustiga. Tashlang, teginmang. Olib kel, yana. Bu hozir past 70-80 santimetrlik joy bu. Ikkita shilaka bo'lib, undan keyin bunday do'ngligi ko'rinyaptimi yo'qmi? E'tibor bersanglar, naridan bilsa bo'ladi. Do'ngligini ko'rsa bo'ladi. Oling, yana bitta oling. Xo'p, mana ko'rdilarga, mana realni mana qo'ydik. Elang endi. Qo'li bilan tez ilib tashing. Mana buyog'imiz kontent bo'lib qoladi bizga mana. Mana oddiy mana katta bu katta bo'lmaydi deb bo'ladi. Bu porimiz, pori bunday bo'lmaydi. Pori mana. Mana por. Mana por. Mana por. Bu gung bu. Bu lekin mana buyog'imiz mana buyog'imiz usti qotgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu pori unday bo'lmaydi. Mana gung bunday bo'lmaydi. Mana misol uchun chalma deydigan bo'lsak, chalma unday bo'lmaydi. Mana bundan o'tmaydi ham chalma elakdan. Videoni uzganimiz yo'q. Ya'ni tosh ham chiqadi, gung bilan keladi, tosh ham chiqadi. Bu narsa chiqadi gung bilan. Mana ildizlarga qaranglar, mana ildiz haqiqatan ham bor. Chunki ustida o't bor mana. O't bor. Gung bilan aniq chiqadi. Ildiz bor qoladi. U ildizda endi ular bilmayman qanday buyog'imiz deb tasavvur qilyapti. Bizni просто tak o'yindan chiqarishda niyat shu, reja shu mana. Mana bu uju adxot bu mana. Mana bu adxot. Bu lekin buni ham o'tkazsa mana qarang, bu ham buyog'imiz mana. Hech yo'q. Böyle setkan olinglar ekan. Ana olib keling, yangi xaltangizdan bitta olib keling. Mana aka. Mana buyog'imizmi? Mana ko'zlaringni ko'ryapsizlar, mana buyog'imiz. Yo'q, bu buyog'imiz emas deyapti. Men hayronman, buyog'imiz qanday bo'ladi? Menga shuni tushuntirib bera olmayapti hech kim. Tezlashib aka. Buni hozir nima qilamiz? Buni hozir biz bundan o'sha bizga boyak fermerdan aytyapti, bu deyapti, bizga deyapti, qumib kelib beribsan. Buyog'imizni ko'rgan, lekin fermer, lekin qumib kelib beribsan deyapti. Ana uni lapatgan oling, tushning. Oching uni, yaxshi oching. Bu lapatgan. So'ng. Zamin chiqishiniga tagini siyirmang. Nima? Ko'rdilarmi? O'z boyak salafanni ichiga tashlab yuboring. Mashinaga taylang. Mana shu xalta, mashinaga taylang.
Olib chiqing, hozir chiqaman. Qo'limga bo'ling. Kilonka bo'yakmi shunda? Ichiga solay. Ha, ichiga soling. Mana 1 minut ushlab turing bitta qo'lingiz bilan. Uzilmasin video. Bunga tishdan aytchi. Qo'ying xolos. Bu 7-aprel. Oching shuni ko'rsataydi. Mana soat 11:59. 7-aprel. Ko'rinaturmi? 7-aprel 12. Bugun hozir voqea bo'lyapti. Biz hozir jigar bilan birga borib qaytib keldik. Mashina tayyorlayapti. Yakin yo'q, siz ketasiz, bugun cho'p bun. Ya o'zgam yo'q, mana shu xalta, ila qo'lda hech narsa yo'q. Qaranglar bitta narsada. Hamma joyda Xudo borda. Bu baribir bu o'tkinchi dunyo, bu jonni beramiz. Biz bu jonni berdi Alloh, yana qaytarib Allohga qaytarib oladi bu jonni-da. Tirik jon borki, hammasi baribir o'ladi. Buni aldab, bir uni aldab, bir odamni aldab, bir narsaga erishib bo'lmaydi. Bir misol uchun birovni, bir insonni aldab, bir yomon yuk berib, neto yuk berib, bir narsaga erishib bo'lmaydi-da. Bular bilmayman, bizni shuni hozir shuni kofirga chiqarib tashladi. Shuni yolg'onchi, sen deyapti, chin deyapti, boyaki quma borib bergansan, tuproq aralashtirgansan deyapti-da. Tuproq aralashtirib onasini yemsin. Endi Xudodan qo'rqamiz-ku. Siz ham chipachanaga kelardingiz keyin bo'ling. Ha, suvda o'ng. Mana xalta. Urib ketam. Yittuvam. Xudodan qo'rqamiz-ku, akalar, bu beag'on ustiga misol uchun qum aralashtirib, tuproq aralashtirib, men shuncha bir yaxshi buyuk beraman, yaxshi bo'ladi deb shuncha harakat qilib, o'zimni osib harakat qilyapman. Bular gapib tuproq aralashtirib beribsan dedi. Aka, qanday tuproq aralashtirib beraman desam, o'sha qishloq xo'jaligidan kelgan vazirlik shu gapda uyingizga tushasiz-ku hozir. O'q bilan. Mashina o'tirmaydi. Aka, video ketyapti, shuni bilasizmi? Avvalgiz ham 10 minutda uziladi-da, просто men shuning uchun shoshyapman. Yo'q, shuni istaylang, mana shuni. Puflamaydim bu. Mana mashinaga qo'ydim. Hozir olib boraman, fermerga beraman buni. Qanday beraman? Buni hozir boshqacha aytiladi, nima deyiladi? Ya'ni hozir borib, mana aka beag'onimiz. Mana beag'onimiz. Siz beag'onimizni quyoshga qo'ying, mana kilonga xaltada ichkariga qo'ying. Qani ikkalasi qurisin, ikkalasini farqini ko'rasiz. Aytasiz keyin deb aytiladi. Hozir просто bir shunday bizni yolg'onchiga chiqarib, kofirga chiqarib tashladida. Shunga asabimiz o'lyapti. Shunday nervist qilib hozir kelib yana qaytib ketyapman. Hozir olib borib beramiz nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Shunaqa gaplar, akalar, videoni yana kuzatasizlar, ko'rasizlar. Inshaalloh nasib bo'lsa. Ko'rdilaringga bu ko'chadan kirdim. Nariga ko'cha bilan kirardim. Oldingi videolar turibdi. Bu ko'cha bilan kirib kelib, video qildim. Shuning uchun bu darvozadan kirdik. Hozir yana borib fermer bilan gaplashib, yana sizlarga video qilaman.